Yangilangan Tiggo Yeti Pro avtomobiliga invoysiz rassrochka muddati yana ham uzaytirildi. Ushbu avtomobil narxi 344 million 900 ming so'm. Tan narxidan yarmini, ya'ni 50% to'lov qilasiz, 172 million 450 ming so'm. Buni endi 3 yilga o'zini narxini qolgan summani bo'lib to'lashga chiqazib beraman, ya'ni 36 oyga oylik to'lovingiz 4 million 790 ming so'mdan bu yangilangan restayling bo'lgan Yeti Pro mashinasiga 3 yilga o'zingizning nomingizga rassrochka qilib chiqazib beraman. Avtomobil 1.5 turbo dvigatel bilan jihozlangan, 147 ta ot kuchiga ega. Bu tarafda joystiklardan juda ham katta o'zgarishlar bor. Splashnout ketgan monitor, karbondan ko'p foydalanilgan, 80% dan oshiq ekoko'ja bilan salon qismi jihozlangan, o'rindiqlar hammasida isitish funksiyasiga ega, kattagina panorama tom va keng salon, besprovодной zaryadnik, barda esa xolodilnik, xullas sizlar so'ragan hamma funksiyalari ushbu avtomobilda mavjud. Sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qiling, lokatsiyani ham tashab berishadi. Bizning manzilimiz Namangan shahar, Do'stlik bozor Promzonaning yo'lida joylashgan. Avtomobil xarid qilish uchun sizda qancha boshlang'ich to'lovga ajratilgan mablag'ingiz bor? Kamroq summa bilan ham chiqarsa bo'ladi. Shunchaki siz kommentariyaga yozib keting. Shu videoga bitta like bosib, bizning Instagram profilimizga obuna bo'lgan bo'lsangiz, albatta lichkangizga rassotlarni tashab beraman. Hammani avtosalonda kutib qolamiz.